Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni lager va turmalarga qamab, minglagan ziyoli va olimning o'limiga sabab bo'lgan hamda xalqaroning tanqidiga uchirgan Xitoy bu jinoyatlarni yoshirish uchun hujjatli film ishlashga boshladi. Bu filmda atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning ahvolining yaxshi ekanligi, xo'shal-xo'ram yashayotganligi va Xitoy fuqarosi bo'lishdan faxrlanganligi tema qilingan. Bu filmlar Xitoyning davlat televiziya kanallarida qo'yiladigan bo'lib, xalqni aldash va xalqaroning tanqididan qutulish maqsad qilingan. Uyg'ur faoliyatchilar Xitoyning xalqaroning besimi sababli bu ishga tutish qilganligini bildirdi. Xitoy hukumatı dastlabda yig'ilish lagerlarining mavjudligini inkor qilgan bo'lsa-mu, keyin e'tirof qilishga majbur bo'lgan edi. Shuning bilan birga Xitoy izchil lagerlarda naq o'ltirilgan ziyonlar haqida inkos qaytarishdan o'zini qochirib keldi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Isroil bosh ministri Netanyahuni Xitoy bilan elib berayotgan munosabatlarining Amerika bilan bo'lgan xavfsizlik hamkorligiga ta'sir yetkazadiganligini ogohlantirganligi o'ttirg'i chiqdi. Isroil 13 televiziya kanalining xabar qilishicha, Trump 25 mart Oqsaroyda Netanyahu bilan ko'rishganda, Isroilning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining Washington Tel Aviv xavfsizlik hamkorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytgan. Onundan boshqa Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Xitoyning qarzi to'ziqidan ehtiyot qilishga ogohlantirdi. Fransiya poytaxti Parijdagi 850 yillik tarixga ega Buvi Maryam cherkovida yuz bergan o't ofatida cherkov minora butunlay o'rilib tushdi. Paris soqchi doiralari e'lon qilgan bayonotda bildirishicha, Yevropadagi eng ko'p ziyorat qilinadigan joylarning biri bo'lgan tarixiy Buvi Maryam cherkovining yangilash qurilishi ilib berilayotgan qismida o't ofati yuz bergan bo'lib, cherkov minora butunlay o'rilib tushgan. Adliya doiralari o't ketish sababini surishtirmoqda. Liviyada 12 kundan buyon davomlashayotgan to'qinishlarda o'lganlar soni 147 dan oshdi. Dunyo sog'liqni tashkiloti ommaviy taratquv hisobidan e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Liviyadagi to'qinishlarda hozirga qadar 147 kishi o'lib, 614 kishi yaralangan. Poytaxt Trablus atrofidagi to'qinishlar 12 kundan buyon davomlashmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar oliy komissari Filippo Grandi Germaniya bosh ministri Angela Merkel bilan Berlinda suhbat o'tkazgandan keyin axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Grandi bosh ministri Merkel bilan dunyoning har qaysi joylaridagi uylardan ayrilgan musofirlarning ahvoliga qarab chiqadiganligini bildirdi. Liviya masalasida jiddiy andish qilayotganligini bildirgan Grandi, Liviyadagi jiddiylik 2011-yili ko'rganimizga o'xshash texmi ko'p kishining uy makonlaridan ayrilishini keltirib chiqarishi mumkin dedi.